Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Bugungi suhbatimiz riyokorlik haqida ekan. Riyo degan so'z insonlar uchun ibodatni zohir qilib, u insonlarning maqtovlarini eshitishlikni xohlashlikdir. Bu riyokorlik el ko'rsinga ish qilishlik, odamlar ko'rishi uchun savobli ishlarni, ibodatlarni qilishlik katta gunohdir. Chunki bu riyokorlik ibodatni aslini buzib tashlaydi va amal uchun beriladigan ajr savoblarni habata qiladi. Va insonni bu riyokorlik shirkka yaqinlashtiradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda riyokorlikdan va shirkdan qaytargan. Shuning uchun inson qilayotgan ishini faqatgina Alloh taolo uchun qilmoqlikka harakat qilishi kerak bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Estağfirullah, kimiki Alloh taolo bilan uchrashishlikni umid qilsa, solih amal qilsin va Robbisiga ibodat qilishlikda birortasini sherik qilmasin" deydi. Mufassirlar bu oyatda Robbisiga birorta narsani sherik qilmasin degan so'zdan murod riyokorlik qilmasin deb sharh aytishgan. Riyokor odam bu amali bilan Alloh taologa boshqasini sherik qildi. Shuning uchun ham u insonning qilayotgan amali rad qilindi. Alloh taolo zohirda qanchalik chiroyli ko'rinmasin, bu bandaning amalini qabul qilmaydi. Alloh uchun bo'lmaganligi uchun. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, u insonlar Alloh taologa emas, insonlar ko'rishi uchun ibodat qiladilar. Ular Alloh taolo juda oz eslaydilar deydi. Yani Alloh taolo bu oyatda munofiqlarni riyokorlik bilan sifatlab, va ular el ko'rsinga ish qiladilar va Alloh taoloni juda oz eslaydilar deydi. Mana shu oyatdan ulamolar xulosa qilib, kim riyokorlik qilayotgan bo'lsa, bu inson munofiqlarga o'xshab qolibdi deydi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda munofiqlarning sifatlaridan biri el ko'rsin uchun ibodat qiladilar, Allohni eslamaydilar deydi. Shuning uchun musulmon odam riyokorlikdan saqlanishi kerak bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam: "Men sizlarning ziyoningizga qo'rqadigan narsalarimning eng qo'rqinchligi bu kichik shirkdir" dedilar. Shunda sahobalar: "Kichik shirk nima ya Rasululloh?" deyishdi. Payg'ambar alayhisalom: "Kichik shirk bu riyodir, el ko'rsinga ibodat qilishlikdir" dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bu riyokorlikni kichik shirk dedi. Bu boshqa gunohlardan ko'ra kattaroq gunoh bo'ladi. Chunki ibodatni Allohga emas, boshqa narsalar uchun burib qo'yishlik bo'ladi. Yana Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadis shariflarida do'zaxga kiradigan avvalgi toifalarni sanab o'tganda, bulardan birinchisini Payg'ambar alayhisalom hadisda: "Bir kishi Alloh taolo uchun shahid qilindi. Yana bir kishi ilm o'rgandi, ilm o'rgatdi. Yana bir kishi sadaqa berdi. Bularning bariga do'zaxga kirishlikka amr qilindi." Nima uchun do'zaxga kiryapmiz deb bular Alloh taolodan so'raganlarida, sizlar odamlarning ko'ziga pahlavon bo'lib ko'rinishlik uchun, odamlarning oldida olim deyishlik uchun, odamlarning oldida sahiy ekan deyishlik uchun bu amallarni qilgansizlar. Hayoti dunyoda bu gaplar sizlarga aytildi, amallarni men uchun qilmadingiz, bandalar uchun qildingiz, bandalar sizlarni gapirdi dedi-da, bularning bari do'zaxga tashlanadi deb xabar bergan.
Shuning uchun inson qilayotgan amalini riyodan saqlashligi, ixlos bilan qilishi kerak bo'ladi. Yana Sufyon Savriy rahmatullohi alayhi aytadilarki, odamlar uchun bir ishni qilmoqlik shirkdir. Bu odamlar uchun bir ishni qilmay qo'yishlik bu riyokorlikdir deydi. Ixlos esa Alloh taolo bu ikki illatdan sizni saqlamoqligidir. Ya'ni inson faqat Alloh taolo uchun qilsin. Odamlarning gapidan qo'rqib ish qilmasin. Shundagina inson to'g'ri ish qilgan bo'ladi. Jaloliddin Rumiy aytadilarki, kimki bir amalni insonlar uni maqtashlik uchun qilgan bo'lsa, o'zining jannatini ketguvchi, unutilib ketguvchi maqtovlarga almashib yuboribdi deydi. Chunki insonlarning maqtovlari abadiy bo'lmaydi. Jannat esa abadiydir. Jannatga faqatgina ixlos bilan yetiladi.